Pochcham ko'rinmayapti-yu, o'zim olib qo'ya qolay sizni. Yo'q, hozir san ishim bor, ketiroq qol. Yo'q, birinchi sizni olib qo'yaman, keyin xotirjam ishga ketaman. Yuring. Uf, aka. Taksida keting-ku. Menga qara, baqaloq. O'zasandim men pishkom yuribman. Ozgincha yur, ozasan. Yo'q, taksida ketamiz. Qara. Ancha pishkom boramiz, keyin taksida ketamiz. Xo'p, yur. Opa, jiyanlarimga hech bola kerak emasmi? Yo'q, hamma narsa yetarli. Bu narsa kerak bo'lsa menga deng, xo'p? Xo'p. Juda yaxshisan, kelamiz. Men yaxshi emasman. Bizga tarbiya bergan onam yaxshi, opa. Bo'pti. Salom aytib qo'ying hammaga. Xo'p, yaxshi aytyapsiz. Ukam, bolalarning oyligini berdingmi? Hammasi yaxshimi? Ishxona tinchmi? Ha, xo'jayin hammasiga qarab qo'yganman. Hamma joy-joy. Yaqinda ishxonani kattalashtiramiz, xudo xohlasa. Zo'r bo'lardi, xo'jayin. Ozgincha bizani oylikni oshiraydi. Sen shuncha pulni aqasan, uylanmagan bo'ydoq bo'lsang. Xo'jayin to'g'ri uylanmaganman. Lekin 3 ta jigarim bor. Holidan xabar olib turmasam bo'lmaydi. Namuncha yaxshi ko'rasan shu opa singillaring. Ular meni opa singillarimman. Ular meni hayotim. Bir kun hammaligini ko'rmasam, tomog'imdan ovqat o'tmaydi. Aka, men ularni yaxshi ko'rishdigur, kerak bo'lsa sekundga qolmay jonimni berishga tayyorman. Gap yo'q ukam, malades. Sizlar qachon oxirgi marta opa singillardan xabar oldinglar? Qachon birga hamma o'tirib xoxolashib kulib dam oldinglar? Mana shu telefonga qoldim, Telegram, SMSga qoldim bir-birimizdan xabar olish. Bir-birini sog'ingan jigarlarga jo'natib qo'yamiz. Rahmat.